Assalomu alaykum, hurmatli kuzatib boruvchi insonlarimiz, aziz vatandoshlar. Ko'pchiligingizga ma'lumki, bundan bir necha kun oldin men mana shu Haqiqat Yo'llari kanali orqali Olot tumanida 27-son davlatgacha ta'lim tashkilotida sodir bo'lgan mudra, metodist va tarbiyachi o'rtasida bo'lib o'tgan MMA jangi, ya'ni metodist va mudra tomonidan kaltaklangan tarbiyachi haqida video olib chiqqan edim. Bu yerda o'sha jabrlanuvchi tarbiyachimiz bo'lgan holatni gapirib, o'zini e'tirozlarini ichki ishlarda hozirgi kunda ichki ishlarga nisbatan surishtiruvga nisbatan e'tirozlari borligini, ichki ishlar faqat ishni bir tomonlama ko'rib, mudra va metodistning foydasiga hal qilayotgandan norozi bo'lib gapirib chiqqan edi. Mana shu holatdan keyin 27-son MTT mudrasi Jonazarova menga qarshi bloger yollab, Toshkentdanmi bilmayman qayerdan bir ayol bloger yollab, hozir meni ijtimoiy tarmoqda menga qarshi video chiqaribdi. Ushbu bloger opamiz hozir mana shu opamizga o'zini tanishtirmabdilar, ham kimligini bilmadim. Ya videosini oxirida jurnalistman debdilar, lekin o'zlarini kimligini tanishtirmabdilar. Shuning uchun jurnalist opamiz deb murojaat qilib gapiramiz. Boshqa ilojimiz yo'q. Mana hozir mana shu videoni ko'rsataman sizlarga. Orqali ma'lumki, oxirgi yillarda juda ko'p blogerlar, jurnalistlar ma'muriy javobgarlikka, qolaversa jinoiy javobgarlikka tortilganliklarini kuzatdik. Ayni damlarda Buxoro viloyati Olot tumanida faoliyat olib borayotgan Haqiqat Yo'llari kanali blogeri Saidqulova Gulshoda 2024-yil Xullas kalom meni ism familiyamni aytib menga murojaat qilibdilar. Ushbu opamizga demak munosabat bildiraman. Mana shu bizni xalqimiz uchun jon kuydirib, ayrim o'g'ri va korrupsioner amaldorlarga qarshi gapirib, haqiqatni gapirmoqchi bo'lib, tazyiq va bosimlarga uchrab, qamalib yoki javobgarlikka tortilayotgan jurnalist va blogerlarimizni bemalol faxrlanib, aytib, qamalyapti, javobgarlikka tortilyapti deb meni ham javobgarlikka tortish bo'yicha qaysi bir tashkilotlarga o'zingizcha kinoya qilib, o'zingizcha murojaat yo'llayapsiz. Siz noto'g'ri chiqishlar qilyapsiz. Ana borib suddan oldin nimani qilyapsiz? Sud ishiga aralashishga haqqingiz yo'q. Axborotingiz uchun o'sha Olot tuman prokuraturasi oldidan, viloyat prokuraturasi oldidan qilgan video murojaatimiz, o'sha Qambiya Ro'ziyevning noto'g'ri qilgan qarori, qabul qilgan qaroridan tarbiyachimiz e'tiroz bildirgandan keyin holatni tuman prokuraturasi o'z nazoratiga olib, haqiqatda ham o'sha profilaktika inspektori Qambiya Ro'ziyevning qabul qilgan qarori shoshqaloqlik va bir tomonlama noto'g'ri va asossiz qabul qilingan qaror deb topilib, o'sha qaror bekor qilinib, Olot tuman prokuraturasi tomonidan qayta surishtiruvga yuborildi axborotingiz uchun. Xo'pmi? Bog'chadagi o'yinchoqlar bo'yicha, ovqatlar bo'yicha tumanda nazorat qiluvchi tashkilot bor deb qarang, bilmabmiz. Nahotki shunday tashkilotlar bormi? Bilmabmiz. Tavba qildim, astag'firulloh. Qaysi vijdon bilan oqni qora, qorani oq deb chiqdingiz? Hurmatli jurnalist xonim, mana shu sizga katta so'roq izida undovchalari bilan. Qaysi vijdon bilan? Olot Qorako'lda ta'lim tarbiya zo'r, yoshlari oliy ta'limga kirish bo'yicha yaxshi natijalar ko'rsatadi. Olot Qorako'li ta'lim tarbiyasining zo'rligini bu bog'chadagi janjallarda nima daxli bor degan endi bir savol bor-da. Sizlar jurnalist xonim, nima daxli bor? Bu degani bog'chalarimizda bemalol tarbiyachilarimiz bir-birini janjallashib, yosh go'daklar oldida bir-birini xohlagancha haqoratlab, urushxonaga, janjalxonaga aylantirsin deganimi bu? Olot Qorako'l yoshlari azaldan ilmga chanqoq bo'lgani uchun mana shunday yaxshi natijalarga erishib kelgan. Bu birinchidan. Buni bog'chadagi nimaga daxli yo'q, muammolarga. Yaxshi repetitor ustozlarimiz bo'lgani uchun, yaxshi o'qituvchilar bo'lgani uchun, yoshlar ilmga chanqoq bo'lgani uchun Olot Qorako'l yoshlari yaxshi natija beradi respublikada. Bog'chadagi nima daxli bor? Bu bog'chani ochilganiga hali 3 yil bo'lgani yo'q, rekord natija qo'yapti urush janjal bo'yicha, nima bo'yicha, ana bu sharmandalik bo'yicha rekord natija ko'rsatyapti. Olot tumanining obro'yiga putur yetkazishga harakat qilmang Gulshoda singlim deb, menga singlim deb ponalab, shonalab, sizlar bunaqa soxta mulozamat, soxtakorlik, soxta
nimalar qilmang, unaqa mulozamatlar. Soxtakorligi yoqtirmayman. Men shunaqa nimaman, haqiqatni tik boqadigan, boshiga qilich kelsa haqiqatni gapiradigan, oq bilan qorani joy-joyiga ajratib biladigan, shunaqa bu qon bilan kirib, jon bilan chiqqan. Unaqa soxtakorligi yoqtirmayman men. Olot tumanining ovriga putur yetkazmang. Nima? Shuncha muammolari olib chiqib gapirayotgan, muammolari ommaga olib chiqayotgan bloger jurnalistlarimiz o'sha joyi ovriga putur yetkazish uchun shunda gapiradimi? Nimalar deb ajra o'tiribsiz siz? Olot tumanimizda o'zi faollarimiz yetarli. Siyosiy tushunchasi, siyosiy dunyoqarashi, huquqiy ongi dunyoqarashi yetarli bo'lgan faollarimiz, yoshi ulug' faollarimiz bor. Ular bilan maslahatlashib va maslahat bo'lib, o'zimiz Olot tumanida mavjud bo'lgan muammolarni o'zimiz uddalab yuribmiz. Sizga Olot tumaniga kelib, burningizni tiqib o'tirishingiz shart emas. Hurmatli jurnalistmisiz, blogermisiz, bilmadim, lekin jurnalistman deganingizda achinib ketyapman. Na bir jurnalistik etika bor, na bir estetika bor, na bir nutq bor. Tarbiyachi va tarbiyalanuvchini farqiga bormaganingizda endi nima deyishim kerak? Endi men bilmadim. Men shunchaki bir qoyilman, tamom. Olot tumanidagi faollarimiz bilan va maslahat bo'lib, maslahatlashib, o'zimiz hamkorlikda Olot tumanining muammolarini joy-joyiga qo'yib o'tiribmiz. Bundan tashqari prezidentimiz aytgan haqiqiy rahbarlar ham bor. Olot tumanida bitta Anqon urug'iga o'xshab topiladi, bor shu yerda. Xudoga shukr, hamma Olotdagi rahbarlarimiz ham o'g'ri korrupsioner emas. Prezidentimiz aytgandek haqiqiy rahbarlarimiz bor, bitta topiladi. Haqiqatga tik boqadigan, halol luqma yeb, halol tarbiya ko'rib, halol yo'l bilan mansabga amalga kelib qolgan bor. Mana shu yerda mana shu rahbarlarimiz bor. Prezidentimiz aytgan haqiqiy rahbarlarimiz bor. Mana shu rahbarlarimiz bor. Mana shu Olot joyda turibdi. Mana shu rahbarlarimiz bor. Biz ham yuribmiz. Jamiyatda yuribmiz. Ular aytib o'tirgan tuhmat, ma'muriy nima degan variantlaringiz o'tmaydi. Shantaj, montajlaringiz mol o'tmaydi. U variantlaringiz. Shu uchun opa, gapingizni bilib, o'ylab gapiring. Siz o'zingizcha meni ma'muriy javobgarlikda, nimada tuhmatlarda ayblab, bilmagan holda bilibmi, bilmasdanmi bilmayman, o'zingiz tuhmat qilyapsiz. So'rang, nima necha marta yozibdi meni? O'sha Jonazarvadan so'radingizmi, necha marta yozibdi? Yozgan arizalari isbotini topdimi? Isbotini topmadi-ku. Men uni obro'sizlantirayotgan bo'lsam, men unga tuhmat qilayotgan bo'lsam, haqorat qilayotgan bo'lsam, necha marta yozdi ustimdan? Nimalar deb ajraysiz? Ma'muriy jinoiy javobgarlikka tortilishlarini nima qilaman, ogohlantiraman, kim nimalar deb. Avvalo huquqiy ongingizni ozgina bo'lsa ham oshirib oling opa, maslahatim. Avvalo bir huquqiy jihatdan bir ongingizni, savodxonligingizni bir ozgina oshirib oling. Keyin chiqib siz bemalol gapiring. Siz kimsiz meni huquq buzarlikda, qonun buzarlikda ayblab? Siz kimsiz meni ma'muriy nima jinoiy kim nimalar deb gapirishasiz? Kimsiz? Sudmi, prokurormi? Tuhmatda ayblaysiz, lingvistik ekspertizami? Nima siz o'zingizdan kim yasab olgansiz siz o'zi? Ana sizga savol. Prezidentimiz aytayotgan so'z erkinligini bo'g'ib, siyosatga qarshi chiqib, haqiqatni oqni qoraga, qorani oqqa almashtirib, nima haqingiz bor sizda? Bundan tashqari Dilrabo Hasanovani 2 marta ma'muriy javobgarlikka tortilgan deb bemalol yolg'on axborot tarqatyapsiz. Ma'muriy bazada siz topib berib bilasizmi? O'sha tarbiyachi, qayoqqa kelgan tarbiyachi biron marta javobgarlikka tortilib, ma'muriy huquqbuzar sifatida qayd etilganini siz topib berib bilasizmi ma'muriy bazadan? Nima deb yolg'on ma'lumot tarqatib qo'rqmasdan, kim huquqbuzar bu yerda? Sizmi, menmi? Kim qonunbuzarlik qilyapti? Sizmi yoki menmi? 27-son MTTning ishchanlik avroyiga putur yetkazgani uchun ishchanlik avroyimiz bularning ishchanlik avroyi nimadan iborat o'zi? Faqat urush janjaldan, faqat sharmandalikdan iboratmi? Bu ta'lim tizimi-ku. Ta'lim tizimi-ku. Mayli boshqa soha bo'lsa ham, mayli boshqa tizim bo'lsa ham, ta'lim tizimida yosh go'daklar oldida doimiy janjallar, doimiy haqoratlar haqida gap ketyapti bu yerda. Bu birinchi marta emas, bu ikkinchi marta emas. Bu bir necha bor sodir bo'layotgan holatlar. Qo'limdagi dalillar kelib o'rganinglar. Sizlar haqqoniy xolis jurnalist, xolis bloger bo'lsangiz. O'tin terib kelganini gapiradi bular. Borib o'tin terib keldik. Nimadan? Shu yerdan o'tin terib keldik. Podvalimizni suv bosdi.
Sallar o'tin terib kelganing, u bog'chadagi janjallarga nima aloqasi bor? Janjal haqida gapiringlar, bir munosabat bildiringlar, nima? Duxlaring yetmadimi? Janjal. Sen u 4 ta o'tin terib keldim deb cho'ldan. Bemalol bog'chada, bolalar oldida janjal uyushtirishlaring kerakmi? Bir-biringni urib, tishlab, bo'g'ib, janjallab, do'ppozlashing kerakmi? Korrupsiya nimaligini bilasizmi? Nepotizm nimaligini bilasizmi? Korrupsiya axborotingiz uchun opajon. Korrupsiya keng qamrovli tushuncha bo'lib, bu kimdandir pora olib ishga olish yoki kimdandir pul olib, kimdir ishini bitirib berish faqatgina shu bilan kifoyalanmaydi bu. Korrupsiya keng qamrovli ma'noga ega bo'lib, u qarindosh urug'chiligi ham o'zini ichiga oladi. Mana shu Mo'tabar Jonazarvani mana qarindosh urug'chilik qilib nepotizm qilyapti-ku, mana bu bog'chada. Mana shuni ham korrupsiyaning bir ko'rinishi sifatida talqin qilinadi bu. Korrupsiya bir faqat pora berib ishga kirish yoki pora berib ishni bitirib berish emas. Korrupsiyaning ko'rinishi juda mingdan ortiq ko'rinish turlari bor uni. Siz o'zingizga savol bering, korrupsiya nimaligini bilasanmi? Nepotizm nimaligini bilasanmi deb. O'rgildim, o'zidan sudya savolgan, advokat yasab olgan, ekspertiza yasab olgan, prokuror yasab olgan bir jurnalistdan qo'shtirnoq ichidagi o'rgildim. O'zlarini oqlash uchun bloger chaqirib, video chiqarib, boshlig'imiz yaxshi bizni, boshlig'imiz zo'r, bizlar bog'chamiz zo'r deb gapirib, boshlig'im zo'r deysanlar-da, bir yomon deb ham ko'r. Ilojim ham yo'q desanlar, bir yomon deb ham ko'r. Nima kun tushadi boshiga ko'raman, ana tarbiyasini kuni tushadi boshiga. U bechora yozib bog'chadagi nohaqliklarni yozgani uchun oxir oqibat ana shuni itdek kaltaklandi. Oxir oqibat boshiga itin kunlar tushib, salamdan boshiga tushadi. Aytib bilmaysan boshlig'im yomon deb. O'zlari maqtab, hurmatli vatandoshlar, bular yana kommentariyada ham o'zlari ma'qullab yozyapti bular. Qarasam, bir 20 tachasi o'sha ishchi xodimlar, bog'chani ishchi xodimlari, undan tashqari oshpazni eri, tarbiyachini eri, hamshirani eri, hamshira 27-tonentiten hamshirasi. Eringa ayt, tuhmatlarga qolib ketdik deb yozib o'tirmasin. Senga tegishli qismini olib chiqqanim yo'q. Mana telefon shomimda ko'p narsa bor meni. Senga tegishli qismini hol gapirganim yo'q internetda, olib chiqqanim yo'q. Lutchi, seni ering kelib, mana bu telefondagi gapishlarni eshitsin. Avval menga yalindinglar. Bog'chani saqlab qolaylik. Iltimos shu bog'chada ishlagaylik. O'sha mudramiz ishdan ketmasin opajon. Bizga yordam bering deb menga yalinanlaring hamman chiqib yalinib, endi bu variant o'tmagandan keyin menga qarshi bloger yollab, menga qarshi gap gapirib, osalab menga qarshi o'sha kommentariy yozib boshladinglarmi? Odamzod har balo bo'lgani yaxshi. Har balo bo'lgani yaxshi. Mana telefonimda ko'p narsalar bor. Bu janjallar, men tilimi qisitmalarim. Mana bu pul yig'di haqidagi janjal mana. Mana bosh mudirani xonasida bo'layotgan janjal mana shu yerda ham tarbiyachi haligi shu safar tayoq yeb kaltaklangan tarbiyachini bo'g'gan. Mana shu yerdan bo'g'ib mudirani xonasida bo'lgan janjal. Bundan tashqari ham telefonimda juda ko'p narsalar bor. Hamshira, ering har xil nimalar yozmasin menga qarshi. Xullas kalom, katta xatoga yo'l qo'ydim. Jonazarova, hurmatli Jonazarova, 27-tonentiten mudirasi menga qarshi video chiqarib, o'zingizni oqlash uchun, meni qoralash uchun video chiqarib, noto'g'ri qilding. Katta xatoga yo'l qo'yding. Bundan sharmandalik, bundan kulgili holat bo'lmaydi. Seni o'rningda bo'lganimda, boshimni tik ko'tarib chiqib, mana shu ijtimoiy tarmoqlar orqali uzr so'ragan bo'lardim. Butun xalqdan, ayniqsa Olot tuman hokimi Nargiza Nigmatovadan men uzr so'ragan, kechirim so'ragan bo'lardim. Mana aqlli yechim mana bunday bo'ladi. Mana shu prezidentimiz, mana shu davlatimiz dang'ildatib, mana shunday uch etash har qanday sharoitga ega bo'lgan, mana shuni bog'chani qurib qo'ygani, mana shu yerda mudiralik qilib, mana shu vazifani to'g'ri bajara olmaganing,
mana shu yerni doimiy janjalxonaga aylantirganing, nepotizm orqali ishchi qo'l ostidagi ishchilarga so'zing o'tmayotgani, mana shular hammasini tuman hokimi Nargiza Nigmatovani yuzini yerga qaratganing, mana bunday tumanni sharmanda qilganing uchun uzr so'raganingda mana bu aqlli yechim bo'lardi. U uchun menga qarshi bloger yollab, u uchun o'zing oqlash uchun boshlig'im yaxshi deb gapirtirib chiqib, qo'l ostidagi xodimlari bundan katta xato sharmandalik bo'lmaydi. Ey Xudo, yana ana u jurnalist opa, o'zingizni hududingizda o'zingiz jurnalistligingizni qilib tinchgina yuravering. Bu yerga kelib bu muammolara siz nimangizni aralashtirib o'tirmang, ketirib burningizni tiqib o'tirmang. Siz kelib, siz 4 kun Olot tumanida yurdim dedingiz. Nima uchun mahallaga kirmadingiz? Nima uchun? Mahalladan bog'cha haqida, man haqimda nima uchun so'ramadingiz? Nima uchun mahallani fikrini olib chiqmadingiz siz? Nima uchun? Bironta yoshi ulug' nuroniy haqida gapirtirdingizmi? Birontasini gapirtirdingizmi? Qani fikri? Hamma 4 ta bog'chaning xodimini gapirtirib, men yomonlagan, boshlig'imiz zo'r, bog'chamiz chiki-chiki, hammasi joyida. Sanlar o'zing komanda tuzib olganingni, bog'chaning ichida komanda tuzib olganingni tuman hokimi Nargiza Nigmatova kelib, yig'ilishda yuzingga aytib ketdi sanlari. Sanlar komanda tuzib olganingni. Beting aytib ketdi-ku. Bu tarbiyachini urib, do'pposlab, bo'g'ib, tishlab, yana kimma balolar qilgan o'sha metodistman deb o'zini aslida jismoniy yo'riqchi bo'lgan nima ham uyalmasdan chiqib gapirib intervyu beryapti. Sen metodistmisan? Jismoniy yo'riqchimisan? Kimsan? Mana shuni faoliyatini tekshirishlaringizni so'rayman. Men biron marta mana shu bog'chada ishlab, buni jismoniy yo'riqchi sifatida bolalarga mashg'ulot o'tganini ko'rmadim. Kameralarni ko'tarishlaringizni so'rayman. Buni olgan oyliklarini davlatga qaytarib to'lashini iltimos qilib so'rayman. Mana shu ijtimoiy faol sifatida bu davlatimizga qarshi, budjetimizga qarshi bo'layotgan mana bunaqa korrupsion holatlari bartaraf qilish maqsadida mana bu qonunbuzarliklarni tekshirishlaringizni so'rayman. Hurmatli mana shu Buxoro viloyat xalq ta'limi boshqarmasi boshlig'i Hamza Eliyev mana shu 27-dan MTTda bo'layotgan holatlarni shaxsan nazoratga olib, mana shu Jonazarovaning, Mudra Jonazarovaning xatti-harakatlariga, mana bu qonunlarni mensimayotgan tarbiyachilarning harakatlariga o'zingiz shaxsan nazoratga olib, qonuniy choralar ko'rib, bularni ta'lim tizimidan chetlashtirish bo'yicha mana shunday tegishli qat'iy choralar ko'rmasangiz, siz o'zingiz ham kreslangizdan ketasiz. Men mana shu ish bo'yicha Toshkentga, ta'lim vazirligiga Hilola Umarovagacha borishimga, mana shu telefondagi barcha fakt dalillarim bilan Hilola Umarovagacha borishga tayyorman va bu yo'lda hech narsadan qaytmayman. Sanlar 1000 ta video chiqar, 1000 ta o'zingni oqla, 1000 ta nima qil, o'yin nag'ma qil, lekin qog'ozlar gapiradi, faktlar gapiradi. Sanlar baribir niyatiga erishmaysan. Hamma salomat bo'lsin. Uyat sanlar.